reklamani, Instagramni ko'rganinglarda, ko'rdinglarmi o'zingizlarda o'shandan sinab ko'rmanglar. Bu tekshirilgan ilmmi? Qaysi kitobdan olingan? Kitobni yozgan odam to'g'ri insonmi? Nima maqsadda u kitobni yozgan bilinglargina. Birdan qilmanglar. Mizoj ilmida men hozir aytdim, odam issiq mizoji, maroj mumkin deyishyapti. Bolalarning mizoji ho'l bo'ladi, issiq bo'ladi. O'shaning uchun ularga agar ziddini qiladigan bo'lsa, kasal bo'ladi, aniq kasal bo'ladi. To'g'ri, uni chiniqtirish bor. Masalan, Amerikada hech qachon bir antibiotik berilmaydi. Mana ko'p og'aylarimiz bor, o'sha yerda faqatgina marojni yediriladi. To'g'ri, lekin bu mizoj unutilib ketayotgan ilm yana unutilib ketyapti. Chunki bu mizojni bilsa, o'zingizni farzandingizni mizojini bilsangiz, uni siz tarbiya qilasizki, chunki mizojini bilasiz. U kasal qildirishga ruxsat bermaysiz. Kasal bo'lmaydi. Ming gripp bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, mizojini bilsangiz, kerakli mahsulotlarni berasiz. Masalan, magez, yong'oqlarni bo'lsa, issig'i ko'taradi u. Issig'i ko'payib ketsa, issig'i oshib bu kasallik olib keladi. Yoki bo'lmasa aksi, sovuq mizoj bo'ladigan va issiqlikni ko'paytiraversangiz, u sovuqligini bosib ketadi. Yo'qsa sovuqligi issiqligini bosib ketadi. Shuni hisobga olib turib, birdan o'zingizlarda sinab ko'rmanglar u narsani. Mutaxassisga boringlar bu narsani. Keyin u yomon oqibatlarga olib ketgandan keyin hozirgi internetda berayotgan informatsiya ko'pi желтая pressa. Buni agar inglizlarni masalan Yevropa yoki Amerikadagi chiqqan o'sha ayrim bir mutaxassislarning boshlanisida yozilgan biz bergan maslahatimiz siz uchun qurol yoki sizga aniq tashxis emas, o'zingizni bir oilaviy vrachingiz bilan maslahat qilib deb ogohlantirib keyin boshlanadi. Bizning mutaxassislarimizda bormi shunaqa narsa? Afsuski yo'q. Uni ko'rganda reklama bo'lyaptiki, uni bir nimasi bormi, kerak bo'lsa to'g'ri tashxis qo'yganmi, to'g'ri ma'lumotmi, birdan o'shani olamiz va o'zimiz yaqinlarimizda ishlatamiz. Bu noto'g'ri. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Sog' bo'linglar.